Toshkentimizni havosi ifloslanganlik darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi. Buning oqibatida har xil og'iz bo'shlig'i kasalliklari, allergik kasalliklar, yo'tal, nafas siqishi, har xil o'pka kasalliklarini keltirib chiqaryapti. Lekin bu muammoga bizda zo'r yechim bor. Bu antibakterialni spreylarimizni og'iz bo'shlig'i kasalliklari, yo'tal, nafas siqishi va o'pka bilan bog'liq har xil kasalliklarga yechim bo'ladi. Bu spreylarimizni plyus tarafi yonida olib yurishga, cho'nchagiga solib yurishga juda ham udobniy. Bundan tashqari narxlari ham hamyonbop chiqqan. Bu Karich yaponskiy brend, bilasizlar, Yaponiya gigiyenический lechebniy tovarlar chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu spreylarimizni og'iz chayqaydigan varianti ham bor. Buni ko'proq uy sharoitida ishlatsanglar bo'ladi. Buni ham effekti spreyga o'xshagan bir xil bo'ladi. Mazalari ham приятный, og'izga yoqimli chiqqan, tarkibida yalpiz bilan ko'kchoy elementlari ham bor. Bu tovarlarimizni sog'lig'iga befarq bo'lmagan insonlar uchun taklif qilamiz. Kelasizlar.